Assalomu alaykum do'stlar. Yana 8 soatlik ish joydan joylar ochilgan. Hozirdan men guruhchilarga joy bor. Akalar, opalar, videoni ko'rishdan oldin bir donadan like bosinglar, обязательно shu videoni musofir do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Bugungi ishimiz 8 soatlik ish ham bor va choy fabrikasida. Loyihasini aytib o'tishdan oldin dokument haqida gapirib o'taman. Kimgaki registratsiya, трудовой договор, sertifikat, NNN, original bazadan chiqadigan 100% garantiyali dokumentlar kerak bo'lsa, akalar, opalar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, menejerlarimizga. Ko'pchiliklar sertifikat ololmayapti, xohlasalaring FMSni o'zidan ham olib beramiz. Odamlarimiz bor, FMSda o'rgatishadi, polni kirgizishadi, dokumentlaringizni, как надо sertifikatlaringizni olib beradi. Ishonarli 100% dokumentlar kerak bo'lsa, срочно ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sabr Musofir kanalidan aloqaga chiqyapmiz desalaring, yanada arzonroq narxda qilib beradi. Boshqa odamlarga qaraganda bizning kompaniya arzon narxda dokumentlaringizni tez orada tayyorlab beradi. Akalar, opalar, срочно aloqaga chiqinglar. Dokument bo'yicha Sabr Musofir kanalidan nomerlaringizni oldik desalaring, tamom. Sizlarga arzon narxda qilib beradi. Akalar, opalar, hamma buni so'rayapti bu ishlarda. Mana yana joylar ochilgan. Kimgaki ish kerak bo'lsa, videoni to oxirigacha ko'ring. Usloviyasini tushuning va keyin ekranda nomer chiqadi. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, javob qaytaradi menejerlar. Inshaalloh kelib joylashib olishasizlar. Shu videoga like bosamiz, kommentariy yozamiz, shu videoni musofir do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Chunki har bitta bosgan layklaringiz ko'p odamlar ko'rishiga sabab bo'ladi va agarki do'stlaringizga ham jo'natib qo'ysalaringiz, do'stlaringiz ham kelib ishga joylashib olishadi. 8 soatlik ishda nima qilinadi? Suratlarini qo'yib o'taman. Suratlarini tashashgan menga, nima qanaqa joyligini. Operatorlarga yordamchilar kerak, stanokda ishlaydigan yordamchilar kerak. 8 soat ish, yotoq joy, registratsiya, obedi besplatniy. Undan tashqari formasi ham besplatniy. Bu kompaniya tomonidan beriladi. 8 soat ish, bir oyda 2 marta oylik beradi, yotoq joy beradi, aytib o'tganimdek registratsiya, obed beradi. Va undan tashqari choy fabrikasida yana ishlarimiz ochilgan. Choy fabrikasiga guruhchilar kerak. Danli moment 3,5 ming rubldan smenasi. U 8 soatlik ishimiz ham 3,5 ming rubl smenasi. 8 soat ishlaysiz 3,5 ming rubl olasiz. Yengil ish kerak bo'lsa, kimga yengil ish kerak bo'lsa, choy fabrikasiga kelishlaring mumkin. Choy fabrikasida guruhchilar kerak, upakovchilar kerak. Akalar, opalar, ekrandagi nomerlarga срочный aloqaga chiqinglar, telefon qilib joylarni zayn etkinglar. Chunki joylar juda ham oz. Tezda to'lib qolishi ham mumkin. Ekrandagi nomerlarga, menejerlarimizga aloqaga chiqinglar, joylarni zayn etkinglar. Prinsipiy usloviyasini hammasini aytib o'tyapman. Yana telefon qilib, bekorchi, bezelnik, darmayet odamlar iltimos telefon qilib vaqtni olib o'tirmanglar. Chunki bunaqa bekorchi, darmayet odamlar juda ham ko'payib ketgan. Ishxonaga yetib kelib turib, o'sha yerdan yana qaytib ketadigan odamlar ham paydo bo'lib qolgan. Chunki ishga kelgan yo'q ular. O'zbekiston, Tojikistondan kelishadi, faqat shu bir taksi pulini to'lab berish kerak, tamom kompaniya. Ular boshqa joyga keyin qochib ketish kerak. Shunaqa odamlar ham ko'payib ketibdi. Ana shunday odamlarga ham gapim bor. Sizlar ahmoqmisizlar, tupoymisizlar? Sizlar o'ylaysizlarki, kompaniya to'lab beradi, sizlar kelasizlar, boshqa joyga qochib ketasizlar. O'ylamanglar, ko'chada qolib ketasizlar, lekin kompaniya to'lab bermaydi. Shuni eslaringdan chiqarmanglar. Agarki konkretni ishlaydigan odam bo'lsa, mumkin to'lab berishi mumkin. Lekin bundaqa ahmoq, tupoy odamlarga hech qachon kompaniya taksi puli to'lab bermaydi. Chunki bular o'zini foydasini o'ylab kelib turib, boshqa joyga o'zlari kelishyapti, lekin bu betga kelib turib taksi pulini tipa to'lab berish kerak. Shunaqa odamlar tipa o'zlarini umniy olishadi. Tipa o'ylashadiki, kelsa kompaniya taksi pulini to'lab berishadi, keyin boshqa joyga qochib ketishi ham mumkin. Sizlar o'ylamanglarki, sizlar umniy bo'lsalaring, qolgan odamlar to'poydi. Sizlardan ham o'tib ketgan umniy odamlar. Ko'tlaringizga qarab bir tepadi, tamom, ketasizlar ketgan joylaringizga qarab. Shunaqa odamlar juda ham ko'payib ketgan, darmayet, to'poy odamlar, o'zlarini aqlli olgan odamlar ko'payib ketgan. Nima deysiz?
ularga ham Xudo insof bersin. Akalar, opalar, laykni bosamiz, shu videoni musofir do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Rahmat videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun. Sog' omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar. Xayr.